Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Bugun seshanba 14 oktyabr soat 11:55 bo'ldi. Sizlar bilan kunlik tahlilni boshlaymiz. Doimgidek dollarni haftalik time framedan boshlaymiz. Nimaga haftalik time frame? Chunki bizda yangi hafta, o'shaning uchun hafta davomida nima bo'lishini конечно haftalik time framedan bilib olamiz. Hop, mana ko'rib turganingizdek, undan oldingi o'tgan haftadagi yo'nalish bo'yicha hali ham ketyapmiz. Ya'ni mana bu candle maksimumi minimumini ichidamiz. Hali ham CRT high ga qarab narx ketyapti. Hali ham o'sha bias bo'ladi, hali ham o'sha yo'nalish bo'yicha savdo qilamiz. Bu demak haftalik time frame da bizni eng oxirgi targetimiz demak bu yoqda 100-257 zona bo'ladi, to'g'rimi? Demak mana shu zonani target qilib ishlaydigan bo'lsak, mana bu yerda bo'lsa, endi bizga eng yaqin target bo'lsa, bu o'tgan haftani maksimumi, ya'ni previous week high. Bundoq qilib qaraydigan bo'lsak, mana kunlik time frame da ko'rishimiz mumkin. Market maker modeli bilan, ya'ni market maker buy modeli bilan narx tepaga chiqib ketyapti. Mana bu o'tgan haftani maksimum nuqtasi, ya'ni o'tgan hafta payshanba kunining maksimum nuqtasi, to'g'rimi? Narx mana bu yerda imbalans zonalar qolib ketgan. Mana ko'rib turibsizlar, imbalans zonalarga narx tushish ehtimoli yo'qqa o'xshab turibdi. Nimaga? Chunki mana bu imbalans zonamiz ichida narx turibdi hozir, to'g'rimi? O'tgan hafta shuni buzib o'ta olmadi. Juma kuni shu imbalans zonadan отказ olib, ya'ni rejection olib, pastga qarab ozgina tushib, hamda yopildi. Dushanba kungi holatni ko'rib turibsizlar. Dushanba kungi holat o'tgan hafta juma kuni maksimumi bilan minimumi ichida turibdi. Hali ham mana bu yoki bo'lmasa mana buni olsa ham bo'ladi. Ya'ni o'tgan hafta payshanba bilan mana bu o'tgan hafta payshanba kuni range ni ichida turibmiz. Ya'ni inside bar deyiladi bu. O'sha ICT ni termasi bo'yicha buni bilsanglar kerak. Ya'ni bitta range ichida narx prosta turibdi. Xo'p, hozircha endi nimani kutsak bo'ladi? Iloji boricha narx agar ideal bo'lardi, narx hozir mana bu zonada emas, mana hozirgi turgan zonasida emas. Agar pastroqda bo'lganida, unda biz kutsak bo'lardi, narxi mana bu inside bar range'imizni minimumidagi sell stoplarni olib, undan keyin tepaga qarab chiqib ketishi bizda ideal holat bo'lardi. Lekin kechagi, misol uchun dushanba kuni mana bu hafta dushanba kuni bo'lgan holat, mana seshanba kuni ko'rib turibsizlar, seshanba kuni narx ochildi-da, pastga manipulyatsiya qilib, endi tepaga qarab chiqib ketyapti. Ya'ni bu mana bu barra mana bu candle minimumidan uzoqroqda narx. O'shaning uchun narx iloji boricha nima qilishini kutsak bo'ladi. Narx bugun misol uchun seshanba kuni narx tanasi bilan mana bu imbalans zonamizni tepasida yopiladigan bo'lsa, to'g'rimi? Tanasi bilan. Unda biz keyingi chorshanba kuni ochilishi mana shu imbalans zonaga kelib, keyin tepaga qarab o'sha buy stoplarni yechgani chiqib ketishini kutsak bo'ladi. Hozircha mana shunaqa holat. Ko'ramiz qanaqa ana beradi. 4 soatlik time frame ga tushib qaraydigan bo'lsak, 4 soatlik time frame da yaqinlashtirib qaraydigan bo'lsak, mana mana ochib turamiz. O'tgan hafta qo'yilgan narsalar ekan. Xo'p, 4 soatlikda mana bu o'sha o'tgan hafta payshanba kunini minimumi va maksimumi, to'g'rimi? Ya'ni bizda range. Bundoq qaraydigan bo'lsa, CRT deb olsa ham bo'ladi. CRT deb olish uchun bizga bilasizlar, nima bo'lish kerak? Bitta sell stopini yechib, keyin buy stopga qarab chiqib ketish kerak. Yoki bo'lmasa shuni teskarisi. Ya'ni buy stop yechib, keyin sell stopga qarab tushib ketish kerak. Lekin bunda unaqa bo'lmayapti. Ya'ni 4 soatlik time frame ga e'tibor bersangiz, nima holat? 4 soatlikda mana bu order blokka narx yana bir marta kelibdi, to'g'rimi? O'tgan hafta kelgan order blokka yoki mana bu imbalans zonaga kelibdi deb olsa ham bo'ladi. Shu order blok imbalans zonadan yaxshi reaksiya olib, bugun ochilgan candle'imiz, ya'ni soat kechqurun Osiyo sessiyasi paytida 4 soatlik ochilgan candle'imiz mana bu imbalans zonaga kelibdi mana. Mana bu imbalans zonadan yaxshi reaksiya olibdi hozircha, lekin 100% bu ushlab tura oladi deb ayta olmaymiz. 1 soatlik time frame ga tushib qaraydigan bo'lsak, 1 soatlikda qanaqa holat? 1 soatlikda demak tushishimiz bilan 4 soatlik, 1 soatlik 15 minutlikdan pastida, shu 4 soatlikdan pastida vaqt qo'shishimiz kerak. Buni bilasizlar, to'g'rimi? Vaqt mana qo'shilyapti. Nima bo'lyapti? Mana bundoq qilib qaraydigan bo'lsak, demak bu mana bu dushanba kungi holat, ya'ni narx mana ochilish nuqta. Bu yoqda opening price. Bugungi
ochilish nuqtamiz mana bu. Opening price'imiz bo'lsa mana bu bo'ladi. Bundoq qilib qaraydigan bo'lsak mana. Demak, hozir nima bo'ldi? London Killzone ochilishi bilan ochilishdan oldin bizda minimum hosil bo'ldi. Ya'ni narx haligi 4 soatlik inbound zonaga mana buni hop 4 soatlikka o'tkazadigan bo'lsak, menimcha ko'ra olsak kerak. Mana ikkita candle qilsak, menimcha ko'riladi. Ha, mana 12 ta emas, 8 ta qilsa ham ko'rsa bo'lar ekan. Mana. Demak, mana narx mana bu inbound zona, mana inbound zona bor edi. Mana bu yerdagi inbound zonaga narx mana keldi. Mana bu yerda, to'g'rimi? Lekin menga yoqmay turgan tarafi bu kun ochilishi bilan kelgani. To'g'ri, kun ochilib London Killzone'ga yaqin, ya'ni London Killzone boshlanishi bilan tepaga qarab chiqib ketgan. Agar mana shu holat, ya'ni bu degani London Killzone davomida kunni minimum nuqtasi hosil bo'lmadi deganda. Agar iloji boricha London Killzone'gacha kutib, ya'ni London Killzone mana bu yerda ochilgan bo'lsa, narx ozgina bundoq pastga tushib, keyin tepaga qarab ketganida ideal bo'lardi. Mana bu minimum nuqtamiz London Killzone'dan tashqarida. Mana bu minimum nuqta London Killzone boshlanmasdan oldin hosil bo'lgani sal anaqa qilib qolishi mumkin. Nima deydi? Shubha uyg'otib qo'yishi mumkin. No, bilmadim. No, 4 soatlikka qaraydigan bo'lsak, 4 soatlikda hozircha o'sha order flow bo'yicha qaraydigan bo'lsak, narx tepaga qarab chiqib berishi kerak. Mana shu joydan buy side'ga narx otib berish ehtimoli juda ham katta. To'g'rimi? Nimaga birinchi o'rinda bizda mana bitta kichkinagina CRT bor ekan, men ko'rmay qolman. CRT mana nimaga CRT? Chunki birinchi candle'imizni minimumini yechib, mana bu candle'imiz POI, mana bu muhim zonamiz, to'g'rimi? Muhim zonaga narx kelib, tanasi bilan ichida yopilibdi. Demak, o'z-o'zidan bizda mana bu maksimum biz uchun nima bo'ladi? Target bo'ladi. Mana bunday qilib, endi 15 minutlik time frame ga tushib qaraydigan bo'lsak, 15 minutlik time frame da mana bu CRT ni minimumi, mana bu maksimumi bo'ladigan bo'lsa, narx endi mana shu joydan tepaga mana bu buy stopga qarab chiqib kelishini kutsak bo'ladi. No, hozircha menimcha pozitsiya ocha olmasdik, chunki 15 minutlik time frame ga tushsangiz, mana bu joyda pozitsiya ochishga umuman shans bermagan. 1 soatlik time frame ga qaraydigan bo'lsak, 1 soatlikda mana bu eng oxirgi swing nuqta sweep bo'lib, narx tepaga qarab chiqib ketyapti. Bu, конечно, yaxshi signal bo'lishi mumkin. Umuman olib qaraganda o'rtoqlar, dollarda katta time frame da ham, ya'ni katta time frame deganda endi kunlik time frame da, haftalik time frame da, lekin oylik time frame da biz sizlar bilan anaqamiz, berish, ya'ni tushish trenddamiz, bilasizlar buni. Xo'p, demak, dollarda hozircha o'suvchi trenddamiz, ya'ni buyga yuradi faqat dollar degani. Xo'p, endi Euro USD ga qaraymiz. Euro USD ga haftalikdan boshlaydigan bo'lsak, nimaga haftalik? Chunki yangi hafta ochildi. Hafta davomida mana dollarga o'xshagan holat. Hali ham mana shu candle'imizni, ya'ni CRT, candle range high, maksimumini yechdi, minimumiga narx kelishini kutib turibmiz. Hali ham shu yo'nalish dollar bilan bir xil. Kunlik time frame ga o'tib qaraydigan bo'lsak, kunlik time frame da sal qiziqarliroq narsa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bu balansga e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu ko'zimga tashlangan imbalans mana shu turibdi hozircha. Nimaga? Chunki 1 marta, 2 marta, 3 marta mana bu endi bugungi candle'imiz nima bo'lyapti? Reaksiya olyapti. Ya'ni shu imbalans zonadan narx tanasi bilan yopildimi, endi pastga qarab tushirib berish kerak degan ideya. To'g'rimi? Demak, bizga birinchi targetimiz o'tgan haftaning minimumi, previous week low, undan keyin mana bu minimum yaqin ekan bir-biriga, to'g'rimi? Oxirgisi mana bu minimum, ya'ni haftalik time frame dagi CRT ni minimumi, to'g'rimi? Okey, 4 soatlikka tushamiz. 4 soatlikda ko'rib turishimiz mumkin. 4 soatlikda qanaqa holat? 4 soatlikda dollar bilan SMT bo'lganga o'xshaydi, chunki esingizda bo'lsa, dollar mana bu imbalans zonaga narxi o'sha kelgan edi, yevro hali kelmabdi. Demak, bu o'z-o'zidan bizga SMT beradi bundoq qilib. Adashmasam, to'g'rimi? DXY ga o'tib qaraydigan bo'lsak, mana e'tibor bersanglar, mana bu kelgan. Yevro bo'lsa kelmagan. Bu o'z-o'zidan SMT, bu bizga yaxshi
signal. Hop, 4 soatlikda mana yevroda. Demak, SMT mana bu imbalans zonaga kelmagani sababi dollar kelgan, yevro kela olmagan. Sababi shu. Bu yoqda bizda hali mana bu bunaqamiz CRT'miz hali tugallanmabdi. 1 soat va 54 minutdan keyin tugallanadi. Ya'ni bu degani agar mana bu candle'imiz, qora candle'imiz, ikkinchi candle'imiz birinchi candle'ni maksimumini yechdi va tanasi bilan ichida hali yopilgani yo'q, lekin yopiladiganga o'xshaydi. Agar yopiladigan bo'lsa, 3-ochiladigan 4 soatlik candle'imizda biz mana bu birinchi candle'ni minimumini target qilib savdo qilsak bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni 3-ochiladigan candle'imiz hozir ikkinchi candle mana bu zonalarda qayerdadir yopiladi desak, 3-ochiladigan candle'imiz bundoq manipulyatsiya qilganda mana shu zonada biz sell pozitsiya qidirib, keyin pastga mana bu 4 soatlikni pastgacha ushlab tursak bo'ladi. Xo'p, endi 1 soatlikka tushamiz. 1 soatlikda nima holat? Mana buni o'chirib turamiz hozircha. 1 soatlikka qaraydigan bo'lsak, mana buni endi o'chirib turamiz, hali chunki tugagani yo'q. 1 soatlikda ko'rsak bo'ladi, narx mana bu SMTni hosil qilgandan keyin narx sekin pastga qarab tushishni boshlagan. Demak, kunni vaqtga qaraydigan bo'lsak, vaqtda mana bu kunni ochilish nuqtasi opening price. Endi 15 minutlikka tushamiz. 15 minutlikda narximiz nima qilyapti? Narx mana chiroyli o'sha dollarga o'xshagan juda swing qilganga o'xshaydi. Ya'ni juda swing shu kun ochilishi bilan soat 12:00 dan keyin narx tepaga manipulyatsiya qilgan, ya'ni kunlik time frame'dagi candle'ni tayochasini hosil qilgan. Uni mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. Nastroykasiga bundoq kirib, mana buni dailyga o'tkazamizda, bitta qilamizda, mana buni bundoq qilib midnight o'tkazamiz. Mana ko'rsanglar, bu endi mana bu kunlik time frame'dagi candle holati deb olsak bo'ladi. Ya'ni narx mana ochilgan, maksimumi mana bu zon tayochani hosil qilib, narx endi pastga qarab ketyapti. Lekin o'rtoqlar, bu degani menda hali ham bitta shubhali joyi bor. U qaysi joy? U mana bu maksimummi, ya'ni SMT ni mana bu maksimummi va dollardagi minimummi London Killzone ochilishidan oldin hosil bo'lgan. Ya'ni London Killzone mana bu ochilgan. Lekin mana bu maksimumimiz London Killzonedan oldin hosil bo'lgan. Ko'pincha vaziyatlarda London Killzonedan ochilishida hosil bo'lgan minimum yoki maksimumga ishonib bo'lmaydi, ushamaydi deb aniq qilishgan, aytilgan. Bir xilda shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Ya'ni London Killzone ochilmasdan oldin mana bu yerda misolimiz bor ekan, o'rtoqlar, qaranglar. Kecha mana dushanba kunga mana bu maksimumimiz yoki mana bu maksimumimiz, mana buni aytaylik, mana bu maksimumimiz London Killzonedan oldin hosil bo'lgan. Mana bu London Killzonening ochilish nuqtasi. To'g'rimi? Mana bu candle'imiz London Killzonedan oldin hosil bo'lganda narx pastga qarab tushib ketyapti. Biz ayta olmaymiz, mana bu maksimum hosil bo'ldi, narx ochilib sal tepaga yurdi, pastga qarab ketyapti, endi dalish pastga qarab ketadi degan fikr berish qiyinroq, chunki London Killzonedan oldin hosil bo'lgan maksimum ko'p paytida ushlab bermaydi. Mana narx ko'ryapsizlar, narx London Killzone boshlanishi bilan o'sha maksimumni yechyapti, keyin pastga qarab ketyapti. Bugun ham mana shunaqa holat bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun sal ehtiyot bo'lib, tasdiqlarni ko'proq ko'rishimiz kerak. Hozir mana bu imbalans zonadan o'zidan narx ketib yorishi mumkin, to'g'ri, pastga qarab, sell side'ga qarab. Lekin narx bundoq chiqib, mana buni sweep qilib, mana bu SMT hali ham turishi mumkin yoki bu SMT ni ham yo'q qilib, undan keyin pastga qarab ketish ehtimoli ham yo'q emas. O'shaning uchun iloji boricha ehtiyot bo'lib savdo qilish kerak. Hop. Demak, bu yevrodagi holat. Lekin o'rtoqlar, tushuvchi trenddamiz. Yevroda tushuvchi trend, ya'ni berish, dollarda bo'lsa o'suvchi trenddamiz. Ya'ni sell pozitsiya qarab urish kerak iloji boricha. Yevroda juda ham chiroyli sell side'lar bor. Bayga hali umuman tasdiq ham bergani yo'q. Hech narsa bergani yo'q bayga. O'shaning uchun iloji boricha sell setup qidirishga harakat qilishimiz kerak. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, qisqacha bo'ladi. 15 minutlik video bo'libdi. Savolinglar bo'ladigan bo'lsa, kommentga yozsanglar bo'ladi. Doimgidek agar sizlarga prop shot kerak bo'lsa, men ishlayotgan prop shot bu Funded Next. Videoning tagida silkasi bor. O'tib, ro'yxatdan o'tib, shot olib
ishlasanglar bo'ladi, charchamanglar. Sizlar bilan xudo xohlasa keyingisida ko'rishamiz. Hammaga omad.